Yillar va davrlar o'tadi, ammo mustabid Sovet tuzumining o'zbek xalqiga keltirgan jabr va jafolari aslo unutilmaydi. Fransiyada o'rta asrlarda ro'y bergan qatag'oni Varfolomey kechasi deb atashadi. Shu bir kechaning o'zida yuzlab odamlar qirib tashlangan. Mustabid Sovet tuzumi davrida esa bunday kechalar oz bo'lmagan. 1937-1938 yillarning dahshatli kechalarida minglab vatandoshlarimiz qamoqqa olinib, yo'q qilib yuborilgan. Ana shu bechora, jabrdiyda, jafokash kishilar orasida insoniyatning eng go'zal bo'lagi ayollar ham bo'lishgan. Aziz kitobxonlar, endi e'tiboringizga Jadid gazetasining 51-sonini taqdim etamiz. Ushbu gazeta 2023-yil 26-dekabrdan boshlab chop etila boshlagan. Ushbu gazetaning har bir sonida qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar berib o'tiladi. Aziz kitobxonlar, ma'lumotlarimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga taklif etib qolamiz.